Tahlillarga ko'ra, so'nggi 8 yilda O'zbekistonning transport logistika xizmatlari bozori va infratuzilmasida katta sakrash kuzatildi. Tranzit salohiyati oshdi, istiqbolli transport yo'laklari shakllandi. Masalan, Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston va Trans-Afg'on multimodal yo'li, Qashqar, Erkashtom, O'sh, Andijon multimodal transport koridorlarida yuk tashish hajmi karrasiga ortib boryapti. O'zbekiston transport logistika sohasi so'nggi yillarda tez jadal sur'atlarda rivojlanmoqda. Yaqqol misol sifatida oxirgi 7 yilda xalqaro yuk tashuvlar hajmimiz 2 baravarga oshdi. Xalqaro avtomobil tashuvchilarimiz 5 baravarga oshdi. Bu o'z navbatida ularning daromadini oshishiga, yangi ish o'rinlarining yaratilishiga sabab bo'ldi. Yangi bozorlarga kirib borishimizga va milliy tashuvchilarimizni xalqaro yuk tashuvlaridagi ulushi 37% dan 60% gacha yetdi. Bu degani O'zbekistonning oxirgi 7 yilda tashqi dunyoga ochilishi, yangi yo'nalishlarni tashkil etishga, yangi koridorlarni, yangi multimodal tashuvlarni rivojlantirishga turtki bo'ldi. O'zi dunyodagi oxirgi bo'layotgan ziddiyatli vaziyatlar, dunyodagi o'sha logistika zanjirlarining uzilishi, ma'lum bir yo'nalishga, transport koridoriga bog'liqlikni kamaytirish yuzasidan ko'p mamlakatlar chora-tadbirlar amalga oshirishni boshladi. Pandemiya birinchi navbatda misol bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi navbatda bugungi kundagi boshqa yo'nalishlarda ham transport logistika xalqaro yuk tashuvlarida yuzaga kelayotgan muammolar yuk tashishlarni yanada qiyinlashtirmoqda, tashish xarajatlarini oshishiga sabab bo'lmoqda. Dunyoda ikkita mamlakat bo'lsa, o'zi bittasi O'zbekiston, ikkinchisi Liechtenstein bo'lsa, ikkita davlatda hududidan kesib o'tib ochiq dengizga chiqadigan. O'zbekiston aynan dengizga chiqish uchun juda katta masofani bosib o'tish kerak Liechtensteinga nisbatan. Birinchisi, ikkinchidan O'zbekistonni o'sha shimoliy yo'nalishdagi mamlakatlardagi bo'layotgan o'sha logistikadagi uzilishlar, sanksiyalar, janubiy yo'nalishdagi muammolari O'zbekistonni yana ham bu yo'nalishga katta e'tibor berish kerakligi, yuk tashuvlariga va muqobil koridorlarni rivojlantirish uchun turtki bo'lmoqda. Geografik joylashuv ko'p jihatdan mamlakatlarning rivojlanish imkoniyatlarini belgilaydi. Dunyoda 40 dan ortiq davlat dengiz transportiga to'g'ridan-to'g'ri kirish imkoniga ega emas. Shuning uchun eng arzon transport yo'nalishlaridan uzilib qolgan. Markaziy va G'arbiy Osiyoning bir nechta davlatlarida ham dengizga chiqish imkoniyati yo'q. Shuning uchun ularni bu boradagi umumiy muammolar bog'laydi. O'zbekiston ana shu dolzarb masalaga yechim topish maqsadida transport sohasida ikkita muhim loyihaning tashabbuskoriga aylandi. Birinchisi Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'li qurilishi loyihasi. Bu uzoq yillar davomida muhokama qilingan murakkab mega loyiha hisoblanadi. Negaki tomonlar baland tog'lar, borish qiyin bo'lgan hududlar orqali o'tadigan ushbu temir yo'lning eni marshrutlar bo'yicha bir to'xtamga kela olmaganda. Ikkinchisi O'zbekiston, Afg'oniston va Pokiston hududidan o'tuvchi Trans-Afg'on temir yo'li qurilishi. Darhaqiqat bu asr loyihasi. U yakunlangan Janubiy Osiyoning qariyb 2 milliard iste'molchiga ega bozoriga chiqish uchun eng qisqa yo'l bo'lishi kutilmoqda. Shu sababli xalqimiz taqdiriga daxldor har ikki loyiha ham davlat rahbarining diqqat markazida. Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'li qurilishi shaxsan O'zbekiston prezidentining pragmatik va uzoqni ko'zlab amalga oshirayotgan mukammal tashqi siyosati natijasi hisoblanadi. Davlatimiz rahbari mana shunday katta natijaga erishish uchun juda ko'p harakat qildi. Oliy darajadagi uchrashuvlar, mintaqaviy hamda xalqaro muloqotlarda ushbu loyihaga aloqador bo'lgan davlat rahbarlarini birdamlikka, hamjihatlikka qayta chorlaganidan jahon ahlining xabari bor. Prezidentimizning sa'y-harakatlari bugun ko'z oldimizda real voqelikka aylanmoqda. 2017-yildan boshlab mamlakatimiz iqtisodiy rivojlanishda bir yangi davr boshlandi, bemalol aytishimiz mumkin. Bu nimalarda ko'rinadi? Birinchidan shu davlatimiz rahbarini shu yon qo'shnilarimiz bilan do'stona munosabatlarni tiklaganligi, chegaralarning ochilishi va shu mamlakatlar o'rtasida iqtisodiy hamkorlikni yo'lga qo'yilishi juda ham katta biz iqtisodiyotimizda, nafaqat iqtisodiyotimizda, balki xalqlarimiz o'rtasidagi munosabatlarning rivojlanishiga ham juda katta ijobiy natija ko'rsatdi. Shuning natijasida mana uzoq yillardan beri o'sha mamlakatimizda azaldan ma'lum bo'lgan shu Ipak yo'lini tiklash borasida bir qancha tashabbuslar ilgari surilgandi. Ming afsuski uzoq 25-30 yillardan beri, ya'ni o'sha Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston orqali o'sha yo'lga qo'yilishi kerak bo'lgan temir yo'l ma'lum bir obyektiv, subyektiv sabablarga ko'ra amalga oshmay turgandi. Mana davlatimiz rahbarining shaxsan o'zlarining tashabbuslari bilan Shanxay hamkorlik tashkiloti platformasi, shu bilan birgalikda o'sha Turkiy davlatlar tashkiloti sammitlarda, shu bilan birgalikda markaziy davlatlar rahbarlarini maslahat uchrashuvlaridagi kun tartibidagi eng muhim masalalardan bittasi aynan shu Xitoy
Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'lini yo'lga qo'yish, bunga o'sha turli xil loyihani amalga oshirish bo'yicha tashabbuslar ilgari surildi. Loyihani amalga oshirilishi eng avvalambor davlatimiz rahbarining shu yon qo'shni davlatlari bilan bo'lgan munosabatlarni tiklanishiga juda katta ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Davlatimiz rahbarining yuksak siyosiy irodasi o'z so'zini aytdi. Prezident chaqirig'iga Xitoy va Qirg'iziston tomoni labbay deb javob berdi. Ushbu temir yo'l biroz badiiylashtirilib aytganda, mamlakatlarimiz o'rtasidagi do'stlik, hamkorlik va o'zaro ishonchga qo'yilgan mustahkam temir platforma bo'lishi muqarrar. Oxirgi 7 yilni qaraydigan bo'lsak, O'zbekistonning rivojlanishi hamma soha bo'yicha jadal ravishda ketyapti. Bu shu jumladan mana transport, logistika sohasida ham bitta joyda turganimiz yo'q. Eng yaxshiligi bu rivojlanishda albatta qo'shni davlat transport tizimlari bilan juda yaqin munosabat o'rnatilib, yagona makon sifatida ko'rilyapti bugungi Markaziy Osiyo. Aynan mana shu Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'llarini barpo etilishi bu juda bir muzokaralarda davomiy sifatida o'tib, siyosiy tarafiga oladigan bo'lsak, bu muhtaram prezidentimiz tomonidan mahalliy ekspertlarni tadqiqotlariga tayangan holda yirik xalqaro platformalarda fikr yuritilgan va buni salohiyati, birinchi navbatda buni natijalari nimaga olib kelishi, Markaziy Osiyo davlatlariga qanday bir yutuqlarni olib kelish mumkinligi yoritilib berilgani hisobida bu loyihaga dunyoviy qiziqish bildirish boshlandi. 2024-yil iyul oyida mazkur strategik transmintaqaviy loyihani amalga oshirish bo'yicha birinchi to'laqonli bitim imzolangan edi. 2024-yil 27-dekabr kuni esa Qirg'izistonning Jalolobod shahrida O'zbekiston, Qirg'iziston va Xitoy o'rtasidagi yangi temir yo'l loyihasining qurilishiga rasman start berildi. Unda O'zbekiston Respublikasi prezidentining anjuman ishtirokchilariga murojaati o'qib eshittirildi. Shundan so'ng temir yo'l qurilishining ramziy tamal toshi qo'yildi. Ushbu loyiha hamkorlikda barqaror rivojlanish va farovonlik yo'lida ko'plab mamlakatlarni birlashtirib kelayotgan bir makon, bir yo'l tashabbusi doirasidagi ezgu maqsadlarga to'liq mos keladi. Yangi temir yo'l qurilishi mamlakatlarimiz iqtisodiyoti va bepoyon mintaqamiz uchun katta samara berishini alohida qayd etishni istardim. Kelgusida ushbu temir yo'l liniyasi Trans-Afg'on yo'lagi bilan tutashib, Xitoy, Markaziy Osiyo va Janubiy Osiyo o'rtasidagi transport kommunikatsiya tarmoqlarini samarali birlashtirish va kuchaytirishga imkon yaratadi. Bundan hech shubhasiz barcha mamlakatlar iqtisodiy foyda ko'radi. Yuzlab yangi korxonalar va 10 minglab ish o'rinlari yaratiladi. Albatta mazkur loyiha Buyuk Ipak yo'lining qayta tiklanishiga, madaniy gumanitar almashuvlar rivojiga, xalqlarimizning yanada yaqinlashuviga xizmat qiladi. Ishonchim komil. Birgalikdagi sa'y harakatlarimiz tufayli ushbu temir yo'l tarmog'i bizning mustahkam do'stligimiz, sheriklik va taraqqiyotimizning yana bir yorqin timsoliga aylanadi. Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'lini qurilishi bo'yicha erishilgan bitimga juda ko'p vaqt o'tgani yo'q. Bu tashabbuslar prezidentimizni mana shu transport va logistika sohasidagi tashabbuslari mana hayotda o'z aksini topyapti. Qisqa vaqt ichida temir yo'lini qurilishi boshlandi. Qashqar, To'rugurt, Makmal, Jalolobod, Andijon yo'nalishida 20 ta stansiya, 42 ta ko'prik va 25 ta tunnellar qurilishi nazarda tutilyapti shu loyiha bo'yicha va bundan tashqari mana shu temir yo'li logistikasi bo'yicha logistik obyektlar qurilishi, ya'ni ombor, terminallar qurilishi rejalashtirilgan. Albatta bu yo'lni ahamiyati shundaki, muhim transport arteriyaga aylanadi. Sababi Markaziy Osiyoni eng qisqa yo'l bilan Xitoy bilan birlashtiruvchi temir yo'l bo'ladi.
Xitoy-Qirg'iziston O'zbekiston yo'lining qurilishida 3 davlat tomonidan tashkil etilgan qo'shma korxona kelgusida bu loyihani amalga oshirishda faol ish olib boradi. Qisqacha aytganda, ushbu loyiha Markaziy Osiyo, ayniqsa mintaqamiz uchun katta sur'at va rivojlanish imkonini beradi. Bu yo'nalish yangi Ipak yo'lini yaratishga yo'naltirilgan muhim qadamdir. Qurilish taxminan 6 yil davom etadi. Shunday ekan, nasib etsa, bu 6 yillik jarayondan so'ng biz ushbu yo'lni ochamiz deb umid qilaman. Markaziy Osiyo qadimdan Sharq va G'arb o'rtasidagi muhim aloqa yo'li bo'lib kelgan. So'nggi yillarda prezidentingiz Shavkat Mirziyoyev bu mintaqada ilgari surayotgan tashabbuslari tahsinga sazovor. U barcha sohalarda muhim va dolzarb takliflarni kun tartibiga qo'yyapti. Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston yo'lining qurilishi boshlangani prezidentingiz ta'kidlaganidek, do'st mamlakatlar salkam 30 yil davomida intilib kelgan tom ma'nodagi tarixiy voqeadir. Shu orqali Markaziy Osiyoni Xitoy bilan bog'lovchi yana bir yo'lak shakllanadi. Qashqar stansiyasi Xitoyda iqtisodiy va sanoat jihatdan rivojlangan Qashqar shahri yaqinidagi g'arbiy qismi bo'lgani uchun yo'lning boshlanishi sifatida tanlab olingan. Bu temir yo'l o'z holicha ham muhim ahamiyat kasb etadi va boshqa global transport loyihalariga integratsiya nuqtai nazaridan ham muhim ahamiyat kasb etadi. Birinchidan, O'zbekistonni tranzit salohiyatini oshirib beradigan markaziy yo'lak hisoblanadi. Nimaga? Chunki Xitoy bilamiz, dunyodagi eng yirik global ishlab chiqaruvchisi hisoblanadi va yuklar oqimi nihoyatda ko'p. Xitoyga keluvchi va Xitoydan chiqib ketuvchi yuklar. Mana shu yuklarni bir qismini O'zbekistonga va Qirg'izistonga ham burish imkoniyatini beradi. Bugungi kunda barcha Markaziy Osiyo respublikalari Qozog'iston orqali Xitoyga chiqish imkoniyatiga ega. Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'li 4-5 yilni oladigan qurilish juda ham murakkab loyiha, chunki katta murakkab relyefdan o'tish kerak. Biz bilamiz, Qirg'iziston bu tog'li hudud va O'zbekiston uchun masalan bu hayot-mamot loyiha deb belgilangan. Chunki O'zbekiston shu orqali yana bitta tranzitga ega bo'ladi. Tranzit mamlakati, ya'ni Qirg'izistonga. Qolaversa, hisob-kitoblar bo'yicha O'zbekistonni Xitoy bilan bog'laydigan temir yo'l masalan Qozog'istonga o'tishiga qaraganda 2 barobar qisqaroq. Uzunligi nuqtai nazaridan ham, ketkaziladigan vaqt nuqtai nazaridan. Agar temir yo'l ishga tushadigan bo'lsa, to'laqonli ravishda bu 2 barobar yuk tashuvlar vaqtini qisqartirib beradi. Ushbu yirik loyiha nafaqat Xitoy, Qirg'iziston va O'zbekiston uchun, balki Markaziy Osiyo mintaqasi, qolaversa yuklarni sharqdan g'arbga yetkazib berishda Yevropa uchun ham ahamiyatlidir. Loyihaga ko'ra, bu yo'nalish mavjud yo'llarga qaraganda ancha qisqa bo'lib, yuk tashish masofasini taxminan 900 kilometrga qisqartiradi va tovarlarni yakuniy iste'molchilarga yetkazish muddatini 7-8 kunga tejaydi. Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'lini qurilishi bu birinchi navbatda o'sha Xitoyda ishlab chiqarilgan mahsulotlarni Yevropaga o'tkazishda shu mintaqani tranzit salohiyatini ishga tushirish muhim hisoblanadi. Bu birinchisi. Ikkinchidan, aynan shu temir yo'lning ishga turilishi Qirg'izistonga ham, O'zbekistonga ham yuk o'tkazishda juda katta bir tranzit imkoniyatlaridan kelib chiqib qo'shimcha daromadlarni keltirishi. Agar shu temir yo'l quriladigan bo'lsa, yiliga 15 million tonna yuk tashishi hisob-kitob qilingan. Bu birinchisi. Ikkinchidan, aynan shu temir yo'l orqali O'zbekistonga 150-200 million dollargacha qo'shimcha pul mablag'lari tushishi yoki yuk tashuvlarini davrini qisqarishi, olib kelinayotgan yuklarni narxini pasayishi mutaxassislar tomonidan e'tirof etildi. Yana muhim jihat, mana bilamiz, mamlakatimiz 2030-yilgacha iqtisodiyotni rivojlantirish bo'yicha bir qancha maqsadlar qilib qo'yilgan. Eng muhimlaridan bittasi mamlakatimizni mana o'sha 2030-yilga borib yalpi-ichki mahsulotni 200 milliard dollarga yetkazish yoki eksportimizni 2 barobarga oshirish va shu bilan birgalikda o'sha mamlakatimizda kumush ishlab chiqarishi yoki aytaylik uran ishlab chiqarishi 3 barobarga oshirish yoki aytaylik mis ishlab chiqarishi 3,5 barobar oshirish masalalari qo'yilgan. Bularning hammasi mamlakatimizga zamonaviy transport logistika tizimini taqozo etadi. O'z navbatida bu mamlakatimizda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarni mazkur temir yo'l orqali Osiyo Tinch okeani mintaqasiga yetkazish uchun imkoniyatdir. Loyiha Xitoydan O'zbekiston orqali Yevropaga va janubiy yo'llar bilan Fors ko'rfazi davlatlariga tashuvlarni hamda savdo geografiyasini kengaytirish uchun asos bo'lib xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir. Qariyb 30 yildan so'ng Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'li qurilish bosqichiga o'tdi. So'nggi yillarda O'zbekiston o'z infratuzilmasini rivojlantirishga katta e'tibor qaratayotgan bo'lib, 2030-yilgacha bo'lgan rivojlanish strategiyasida mamlakat global logistika va transport tarmog'iga to'liq integratsiya qilinadi va transport salohiyatini oshiradi deb aniq bayon qilingan. O'zbekiston nafaqat Xitoy, Yevropa yo'nalishlarini rivojlantirishda, balki shimol, janub xalqaro koridorlarini hamda Turkiya orqali
Yevropaga o'tadigan Transkaspiy xalqaro koridorini rivojlantirishda ham faol ishtirok etmoqda. Mazkur koridorning qurilishi O'zbekistonga Markaziy Osiyo va Yevrosiyoning transport markaziga aylanish imkonini beradi hamda mintaqaviy iqtisodiy hamkorlik rivojiga hissa qo'shadi. Aynan mana shu Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'llarini barpo etilishini natijasini ko'radigan bo'lsak, bu nafaqat O'zbekistonni Xitoy bilan yaqinlashtiradi masofani. O'zbekiston eksportyorlarini yukini, salohiyatini o'sha Xitoy va Xitoydan keyin Tinch okean davlatlariga olib chiqadi. Vaqtdan yutamiz, masofadan yutamiz. Albatta bu hammasi emas. Eng asosiy narsa o'sha Buyuk Ipak yo'lini effektini kuzatishimiz kerak. Buyuk Ipak yo'lini effektini qachon kuzatishimiz mumkin? Qachonki shu Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekistondan koridorlar rivojlansa. Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston, Turkmaniston, Eron, Turkiya va Turkiyani Bosfor quvurining tagidagi Marmara tunnelini oladigan bo'lsak, Bolgariya degan davlatga chiqamiz. Bolgariya bu o'sha Yevropa. Muqobil dunyoda analogi yo'q deb bo'ladigan yo'lak paydo bo'ladi. Yana bir mintaqaviy loyiha Trans-Afg'on temir yo'li qurilishidir. O'zbekiston, Afg'oniston va Pokistonning yuqori darajadagi muzokaralaridan so'ng asr loyihasi boshlab yuborildi. Joriy yilning 25-26 fevral kunlari O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning taklifiga binoan Pokiston Islom Respublikasi Bosh vaziri Shahboz Sharif rasmiy tashrif bilan mamlakatimizda bo'lgan edi. Tor doirada va rasmiy delegatsiyalar ishtirokida o'tkazilgan muzokaralarda Xitoyni Markaziy Osiyo bilan bog'laydigan temir yo'l qurilishi boshlangani mamnuniyat bilan qayd etildi. Kelajakda ushbu strategik yo'l Pokiston bandargohlariga olib chiqishi mumkin. Bu esa o'zaro savdo va investitsiyalarni sezilarli darajada oshirishga xizmat qilishi aytib o'tildi. Muzokaralar Trans-Afg'on temir yo'lini qurish loyihasini amalda ilgari surish maqsadida birgalikdagi sa'y-harakatlarni muvofiqlashtirish muhim ekani ta'kidlandi. Muhtaram prezident tomonidan o'sha Tsindao shahrida 2018-yil yozda Shanxay hamkorlik tashkiloti sammitida tashabbus bildirildiki, shu koridorlardan tashqari O'zbekistonda sentyabr oyida yirik xalqaro birinchi konferensiyani o'tkazish tashabbusini bildirib, temir yo'l rahbarlarini yig'ilish platformasini taklif qilib ketadilar. 2018-yil 19-sentyabrda Trans-Afg'on koridori muhokama qilinib, o'sha yilning o'zida dekabr oyida ishchi guruh yig'iladi va o'sha ishchi guruh doirasida bu loyihani har taraflama texnologik jarayonlari, iqtisodiy integratsiyasi, transport texnologik standartlarini moslashuvi ishlab chiqiladi. Transport iqtisodini jadal rivojlantirib va bir-biriga integratsiya qilishga asos solinadi va natijada uchta davlat kelishuviga asosan 2023-yil shu Islomobod shahrida yo'l xaritasi tasdiqlanib, ishlarni jadallashganini kuzatishimiz mumkin. Bu loyiha ham tog'li hududdan o'tadi. Shu qisqa muddatning ichida uch tomonlama bunaqa muhim kelishuvlarga erishish bu juda muhim bo'lib hisoblanadi. Albatta bunda ham davlat rahbarlarining siyosiy irodasini hisobga olgan holda shu kungacha shu loyiha ham jadal ravishda rivojlanib, hozirgi kunda shu Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'llaridan keyin bu ham realizatsiyaga tushib ketishini. Ikkinchi yo'nalishimiz bu O'zbekiston, Afg'oniston, Pokiston yo'nalishi. Bu yo'nalishda yuk tashuvlarimiz hajmi oxirgi 2021-yildan aynan oladigan bo'lsak, savdo va tranzit bo'yicha O'zbekiston va Pokiston o'rtasida imzolangan kelishuvga asosan transport sohasidagi asosiy huquqiy asos yaratildi ikki mamlakat o'rtasida yuk tashuvlariga va yuk tashuvlarimiz 2 baravarga oshdi. 2024-yil yakunlariga ham qaraydigan bo'lsak, 400 ming tonnadan oshiq yuk tashidik. Bundan ahamiyatli jihati O'zbekiston tashabbusi bilan tashkil etilgan Rossiyadan to Pokiston portlarigacha bo'lgan multimodal transport koridorini rivojlantirish. Bu nafaqat O'zbekiston, Pokiston bilan aloqalarni o'rnatdi, bu koridor orqali boshqa mamlakatlar ham, mustaqil davlatlar hamdo'stligini Rossiya, Qozog'iston, Belorussiya mamlakatlari ham bu koridor orqali yuk tashuvlarni rivojlantirishni boshladi. Yaqqol misol sifatida mana 24-yil yakuni bo'yicha bu koridor orqali mazkur mamlakatlarga yuk tashuvlar hajmi 100 ming tonnaga yetdi. 2 baravar oshdi 23-yilga nisbatan. Bu yana ham imkoniyat beradi O'zbekiston uchun. Muqobil janubiy yo'nalishda yangi katta bozor, Hindiston, Pokiston bozori bilan, ya'ni O'zbekiston, Afg'oniston orqali Markaziy Osiyoni
mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlarini va kelajakda Yevropa mamlakatlarini quruqlikda bog'lash imkoniyatini beradi. Trans-afg'on temir yo'li 3 mamlakat hududidan o'tib, ularning iqtisodiga katta ta'sir qilishi shubhasiz. Yangi transport koridori Afg'oniston orqali Pokiston temir yo'liga bog'lanadi. Bu esa Arab dengizidagi yirik portga chiqish va Hindiston temir yo'l tarmog'i bilan bog'lanishiga asos bo'ladi. Bu loyiha mintaqa uchun qanchalik muhim? Masalan, Trans-afg'on temir yo'lining qurilishi O'zbekiston uchun qo'shimcha bozorlar paydo bo'lishi, ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar tan narxining 60-70% ga kamayishiga imkon degan. Loyiha ishga tushishi orqali afg'on xalqining iqtisodiyoti ham sezilarli ko'tariladi. Aynan shu Termiz, Mozori Sharif, Qobul, Peshawar orqali Pokistonning Karachi portiga chiqishi kelajakda hozirgi yuk tashuvlarni hozir 35-37 kun bo'ladigan bo'lsa, ya'ni o'sha Termizdan Karachi portigacha buni 3-5 kungacha tushirishi, ya'ni tasavvur qilyapsizmi, juda ham vaqt oralig'i qisqaradi. Bitta standart konteyner tan narxini 3 barobarga kamaytirishga olib keladi. Bu ham men o'ylayman mamlakatda juda ham katta iqtisodiy imkoniyatlarni ochishga olib keladi. Keyingi paytda davlatimiz rahbarining o'sha qat'iyatlik bilan olib borilayotgan o'sha siyosatlari, ya'ni shu mamlakatimizni qanchalik xalqaro hamjamiyatga ochiqlik borasida, iqtisodiy salohiyatlarni ishga solish borasida qilinayotgan ishlarni bu bemalol natijasi deb aytishimiz mumkin. Bu albatta mamlakatimizda o'sha 2030-yilgacha qo'yilgan maqsadlarni yanada tezroq amalga oshirilishiga juda katta bir zamin yaratadi. Asosiy maqsad nima? Bizga dengizga yo'limiz yo'q edi. Biz dengiz yo'llaridan aylanib chiqamiz. Bu esa to'g'ri dengizga chiqamiz. Mana shu Xitoy portlari orqali. Bu juda katta iqtisodiy samara beradi. Birinchidan bu yangi minglab ishchi o'rinlar, bu yangi korxonalar va eng asosiysi ham vaqt nuqtai nazaridan ham masofa nuqtai nazaridan ham juda ham qisqaligi bor. Boshqa yo'llar bilan borganga qaraganda yangi investitsiya oqimlari, yangi texnologiyalar oqimlari va yangi korxonalarda barpo etilishiga juda katta omil bo'ladi. Bu yo'l xalqimizning manfaatlariga xizmat qiladi. O'zbekistonimizni nurli istiqbolini ta'minlashda o'ziga xos hissasi bo'ladi. Shubhasiz bu Markaziy Osiyoni Janubiy Osiyo bilan birlashtiruvchi katta ko'prik bo'ladi. Janubga yangi yo'l ochadi. Chunki yirik bozor Pokiston hamda Hindistonga 2 milliard aholisi bor hududga chiqyapmiz. Tahlillarga ko'ra, Trans-afg'on temir yo'li yiliga 20 million tonnagacha yuk tashish salohiyatiga ega. E'tiborlisi bu nafaqat o'zbek, afg'on va Pokiston xalqi uchun, balki Markaziy va Janubiy Osiyoning boshqa mamlakatlari aholisi uchun ham har tomonlama manfaatli bo'ladi. Loyiha tashabbuskori Shavkat Mirziyoyev loyihani shunday rejalashtirganki, kelgusi 5 yil ichida nafaqat Markaziy Osiyo, balki Janubiy Osiyo mamlakatlari Hind okeaniga chiqish, savdo-sotiqni amalga oshirish imkoniga ega bo'ladi. Ayniqsa xalqaro transport koridorlari bu iqtisodiy masaladan ham ko'ra bugungi dunyoda geosiyosiy masala hisoblanadi. Ya'ni davlatlar o'zini geografik joylashuvidan unumli foydalangan holatda ham siyosiy nufuzini oshirish, ham iqtisodiy masalalarni hal qilish imkoniyatiga ega. Trans-afg'on temir yo'lini qurish tashabbusi ham O'zbekistonga tegishli. O'zbekiston o'zini geografik joylashuvidan unumli foydalangan holda tranzit imkoniyatlarini oshirib berish. Ya'ni biz endi dengizdan uzoqlikdagi mamlakatdan yoki transport tupikida turgan mamlakatdan endi transport hubiga, ya'ni katta savdo marshrutlarini bir-biri bilan bog'laydigan muhim nuqtaga aylanish imkoniyatimizga egamiz. Mana shu imkoniyatni amalga oshirish nuqtai nazaridan Trans-afg'on temir yo'li nihoyatda katta ahamiyat kasb etadi. O'zbekiston o'zini oldiga qo'ygan shu strategik maqsadga ham erishadi. Ya'ni u jahon bozorlarini bir-biri bilan bog'laydigan muhim nuqtaga aylanadi. Mazkur temir yo'l koridori butun Yevroosiyo temir yo'l tarmog'ini bir butunga aylantirishga hissa qo'shadi. Ushbu loyiha mintaqa uchun asosiy transport logistika magistraliga aylanadi. O'zbekiston, Afg'oniston hamda Pokistondan o'tuvchi mazkur temir yo'l liniyasi Erongacha uzaytiriladi. Mavjud 80 kilometr uzunlikdagi magistralni uzaytirib, temir yo'lni Pokiston va Eron portlariga olib chiqish ko'zda tutilgan. Trans-afg'on temir yo'li Yevroosiyo transport yo'lagini yaratishda muhim rol o'ynaydi. Natijada Markaziy Osiyo mamlakatlari Hind okeani portiga chiqish imkoniga ega bo'ladi. Bu nafaqat Markaziy Osiyo makonini Janubiy Osiyo makonlari bilan, o'sha Hind yarim oroligi bilan bog'lovchi Yevrosiyo qit'asida
ilk bor Hind yarim orolli temir yo'l tizimlarini Yevrosiyoni qolgan temir yo'l tizimlarini ham integratsiya qilishga erishishimiz mumkin. Buyuk Ipak yo'lini funksiyasi deydigan bo'lsak, Janubiy Osiyo mamlakatlarini, Xitoy mamlakatlarini, Janubiy Osiyo mamlakatlarini shu Yevropa mamlakatlarini ulanishga vosita beruvchi loyiha. Biz bilamiz, juda yirik bozorlar bu hududlar. Aynan shu Qurulidan O'zbekiston bo'ylab yoki ya'ni Markaziy Osiyo davlatlari bo'ylab o'tadigan bu yo'laklar juda katta ahamiyatga egaligini shuni o'zidan ko'rishimiz mumkin. Agar bu loyihalar amalga oshirilgan bo'lsa, nafaqat Markaziy Osiyo hududiga, Yevrosiyo o'rtasidagi va Afrikani shimoliy tomonda joylashgan davlatlarni bir-biriga bog'lovchi vosita sifatida ko'rishimiz mumkin. Trans-Afg'on yo'lagi orqali Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston, Afg'oniston, Pokiston va Hind okeanining portlariga yo'lanish ochishimiz mumkinligi yaqqol ko'zga tashlanib turadi. Bu ikki mega loyiha davlat rahbarining e'tibor markazida. Joriy yilning yanvar oyida O'zbekiston Respublikasining transport logistika tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi tasdiqlandi. Muhtaram Prezidentimiz imzolagan qarorga asosan transport logistika sohasini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi tasdiqlandi. Unga asosan 5 ta yo'nalish belgilandi. Bu yana o'sha xalqaro transport koridorlarimizni bog'laydigan bo'lsa, transport koridorlarimizni diversifikatsiyalash. Ya'ni faqatgina bitta koridorga bog'lanib qolmaslik va muqobil koridorlarni rivojlantirish orqali nafaqat O'zbekistonning o'zining eksport-import yuk tashuvlarini, balkim O'zbekistonni tranzit salohiyatini oshirib, tranzit yuk tashuvlarini O'zbekiston orqali rivojlantirish. O'zbekistonda logistika samaradorligi baholaydigan bo'lsak, xalqaro hamjamiyat bu Jahon bankining asosiy har 2 yilda bir marta baholaydigan logistika samaradorligi indeksi bilan baholanadi desak, oxirgi yillardagi bizga berilayotgan baho bu 118-o'rindan 99-o'ringa, keyin mana 88-o'ringa ko'tarildik. Albatta bu amalga oshirilayotgan islohotlarning natijasi deb hisoblaymiz va yangi qabul qilingan konsepsiyada rejalashtirilgan loyihalarning amalga oshirilishi albatta bu O'zbekistonni dunyodagi o'sha logistika samaradorligi indeksida reytingida ham yuqori pog'onalarga erishishiga sabab bo'ladi. Xulosa qilib aytganda, Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston va Trans-Afg'on temir yo'lining qurilishi eng avvalo O'zbekiston va butun mintaqa uchun yangi hamda eksklyuziv imkoniyatlarni taqdim etadi. Mamlakatimizning transport kommunikatsiyalarini diversifikatsiya qilib, logistika imkoniyatlarini karrasiga kengaytiradi.